Xo'p, assalomu alaykum hammaga. Demak, yana davom etamiz. O'sha mexanika bo'limidan yana bir kreativ masala yechimini qilib beraman. Xo'p, 6-masala demak silliq uzun silliq tayoq gorizontal, ya'ni gorizontal alfa burchak ostida joylashtirilgan deyapti. Kichik m massali halqa o'sha tayoq bo'ylab siljiy oladi deyapti va unga uzun ip orqali bog'langan. Demak, ipning bir uchiga m massali kichik shar bog'langan. Katta m massali kichik shar bog'langan. Demak, dastlab halqa ushlab turiladi, keyin turiladi va vertikal holatda ya'ni tutib turiladi. Keyin so'ngra qo'yib yuboriladi. Shundan keyingi bizda so'ralayotgan narsa sharning, mana katta massali sharning tezlanishini toping deyapti. Demak, menimcha masala tushunarli bo'ldi, sharti. Yechamiz, demak, chizmani chizib olamiz birinchi navbatda. Demak, bizda 6-masala. 6-masala chizmasi quyidagicha bo'ladi. Demak, mana bunaqa ko'rinishda turibdi. Demak, mana bu burchak alfaligini hisob qilsam, bunga nima kiydirilgan? Halqa kiydirilgan, mana bu. M massali halqa kiydirilgan. Bunga esa vertikal holatda o'sha vertikal holatda mana sharcha osilgan. Massasi katta M, bu halqa massasi M. Demak, xo'p, birinchi navbatda ko'raydigan ishimiz har bitta sistema degani alohida M massali va katta M massali jismlar uchun alohida qilib uning harakat va unga ta'sir qiluvchi kuchlarni ko'rib chiqamiz. Xo'p, birinchi navbatda mana bu taranglik kuchini yozib olaman. Buni taranglik kuchini yozayotgan bo'lsam, mana bunday T yo'nalgan bo'ladi. Ya'ni bunday T belgilanishi shunaqa. T yo'nalgan bo'ladi. Demak, xo'p, kichik m massali jism uchun ko'raydigan bo'lsak, bu pastga qarab aytaylik, qanaqadir A0 tezlanishi olsin. A0 tezlanishi olsin. Bu esa pastga qarab A tezlanishi oladi mana. Pastga qarab A tezlanish oladi. Demak, tushunib oldik. Halqa o'sha sterjen bo'ylab, ingichka tayoq bo'ylab A0 tezlanish bilan tushib boradi. Shuni natijasida M massali sharcha ham, ipga osilgan sharcha ham pastga qarab A tezlanish bilan tushadi. Bizlar kattani topishimiz, o'sha pastga qarab tushayotgan A tezlanishni topishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, birinchi halqa uchun ko'ramiz. Halqaga ta'sir qiluvchi kuchlar deylik. Ta'sir etuvchi kuchlar. Halqaga ta'sir etuvchi kuchlar. Demak, halqaga ta'sir etuvchi kuch qanday yo'nalgan? Albatta, buni m sinus alfasi bor, to'g'rimi? J pastga qarab yo'nalganligi uchun J vektor. Demak, buni tashkil etuvchisi m sinus alfasi bor, ya'ni og'irlik kuchini tashkil etuvchisi mj sinus alfasi bor. Keyin mana bu taranglikda ham tashkil etuvchisi bor. Bunday qilsam, mana bu burchagimiz ham alfa bo'ladi.
demak buni tashkil etuvchisi, taranglik tashkil etuvchisi t sinus alfa ham bor. T sinus alfa ham bor. Mana bu taranglik kuchini tashkil etuvchisi t sinus alfa ham bor. Bu yoqqa qarab yo'nalgan yana qanaqa kuch ham bor? mg sinus alfa ham bor. mg sinus alfa. Mana shu ikkita kuch bunga tezlanish beradi. Plus t sinus alfa ikkalasi nima beradi? Mana bu kichik m massali jismga A0 tezlanish beradi. A0. Tushunarli? Xo'p, endi katta m massali uchun ko'ramiz. Ya'ni sfera, shar uchun ko'raylik, to'g'rimi? Sharchaga ta'sir qiluvchi kuchlar. Sharchaga ta'sir etuvchi buni mana bu olib qo'ysam, kuch quyidagicha. Demak, sharchaga ta'sir etuvchi kuch, demak, pastga qarab mg harakatga qarshi taranglik, bu m massaga a tezlanish beradi deymiz. Mana shunaqa ko'rinishda ifodalanadi. Albatta tezlanish a bilan a0 orasida bog'lanishdan bilsak bo'ladi. Ya'ni mana pastga qarab aytaylik, pastga qarab a yo'nalgan bo'lsa, mana bunday yo'nalishda a0 yo'nalyapti deb tutashtiradigan bo'lsam, mana bu burchak mana bu burchak 90, mana bu burchak alfaligini hisobga olsam, xo'p, a0 barobar xo'p, yo'q, noto'g'ri chizdim. O'zida chizsak, to'g'rimi? Tak, mana qiyalik. Mana bu yerda halqa bor. Halqani tezlanish pastga qarab A0. Keyin bizda bosilgan. Bitta sharcha bor. Sharchani pastga tezlanish A. Xo'p, mana bu burchakni o'tkazayotganmiz, mana alfa. Xo'p, mana bu yer burchak 90 minus alfa bo'ladi. 90 minus alfa bo'ladi. Xo'p, endi buni proyeksiyasini olaman. A0 ni proyeksiyasini A bo'yicha, vertikal o'q bo'yicha. Demak, A0 kosinus 90 minus alfa bu A ga teng bo'lishi kerak-da. Ya'ni vertikal o'q bo'yicha. Aytaylik, egri o'qi bo'yicha. Demak, A0 sinus alfaga o'tadi, teng A. Mana bog'lanishni ham topib oldim. Ikkalasi orasida bog'lanishni ham topib oldim. Yaxshi. Ana endi nima qilamiz? Xo'p, mana bu birinchi formuladan sinus alfani chiqarib olaman. Demak, sinus alfani chiqarib olsam, mg plus t bo'ladi. Sinus alfa barobar m a0 o'rniga mayli. M A0 o'rniga A taqsim sinus alfa qo'yaveraman. Bo'ladimi shunday qilsam? Bo'ladi. Demak, sinus alfani ham bo'lib o'raydigan bo'lsam, t barobar bo'ladi. M A taqsim sinus kvadrat alfa minus
mj bo'ladi. Tarangning kuchini topdim va keltirib qo'yaman ikkinchisiga. mj xo'p, minus t ni o'rniga ma taqsim sinus kvadrat alfa minus bunga ham ta'sir qilsa plus mj bo'ladi. Teng ma. Xo'p. Endi buni bir tomonga o'tib olsam, nima bo'ladi? M plus m j teng ma plus ma taqsim sinus kvadrat alfa bo'ladi. Sinus kvadrat alfa bo'ladi. Buni a ni topadigan bo'lsam, a ni topsam, kasr chizig'i m plus m j sinus kvadrat alfa bunga ham ko'payadi. Mahraj berib yuborsam, bunga ham ko'paysa m sinus kvadrat alfa plus m ko'rinishga keladi. Bizda javob chiqdi. Menimcha masala tushunarli bo'ldi deb umid qilaman. E'tiboringiz uchun rahmat.